O'g'lim, sovchilikka kelamiz. Aytgan qizlaringning uyi shumi? Ha, dadash, xuddi shu. Qani, kim bor? Ha! O'g'lim, qaytamizmi nima? Yaxshi nima? Hey, to'xtanglar. Nimaga kelandingizlar? Biz sovchilikka kelgandik. Ha, sovchilar va assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kelinglar. Qizlarimdan qutulaman. Keling. Xush kelibsizlar, xudojolar. Yaxshi keldingizlarmi? Ikkita qizim bor, xolos kalam. Bittasi tiktoker, bittasi modeler. Xo'sh, qaysi birini chaqiring? Bilmasam, o'g'lim qaysi birini? TikTokerni chaqirsinlar. TikToker. Tiktoker qizim, bitta choy. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun menga sovchilar kelibdi. Bu meni damlagan choyim, bu meni onajonim, bu meni bo'lajak qaynotam. Agar shu efirga 1000 ta odam kirsa, shu qaynoq choyni qaynotamning ustiga to'kib yuboraman. Nima qilyapsan? Choynaga ber. Efir. Kechirasiz, xudojon, bu qizim ichi erkatoyroqda. Keling, model qizim chaqir. Model qizim. O'g'lim, bunisi nima balo edi? Bilmasam dada kurali qani. Assalom, kuyov sizmi? Ha, sizmi? Menga qara, nima qilyapsan? Yo'qon. Xudojon, noto'g'ri tushunmang, men qizlaringizni tushunmadim. Ayolim ham dunyodan o'tgan. Shu uchun xolasini olib kelaman. Xolasi tushunadi, to'g'rimi o'g'lim? Ha, shunaqami? Ayolingiz aytganlarmi? Hay, o'zim baxtim ochilibdi-ku. Hay, xudojon, men hozir issiqqina choy damlab kelaman, xo'pmi? O'g'lim, bu turishga o'zi seni baxting emas, meni baxtim ochiladi. Qo'shdik.